Bloginga o'tamiz. Bu yerda bolalar kutubxonasini yaratmoqchimiz. Bu yerga kirish uchun o'zimiz elektron pochtamizga kirib ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Mening uyimga o'tib, mana bu yerdagi saytingiz uchun kerakli qadamlarni birma-bir hammasini to'ldirib o'tishimiz kerak. Saytingiz nomi, elektron pochta manzili, domeningizni moslashtiring. Ya'ni buni men qilmadim, chunki pullik ekan hammasi. Yangi sahifa qo'shish, saytingizga trafik olib borish, sahifani tahrirlash, sahifani baham ko'rish, shu narsalarni to'ldirish. Saytga kirish. Mana bu men yaratgan sayt, ya'ni WordPress orqali bolalar kutubxonasi onlayn sayti hisoblanadi. Bu bosh varaq hisoblanadi. Bu yerda kutubxona haqidagi ma'lumotlar berib o'tilgan. Arxitektura va dizaynga o'tsak, bu yerda arxitektura dizayni qanday, kimlar, qaysi me'mor ustalari yordamida qurilganligi haqida ma'lumot berilgan. Ma'lumotlar juda ko'pligi uchun qisqa qilib to'liq ma'lumotning silkasini berib o'tganman. Mana bu silka orqali masalan loyiha maydoni, atrof muhit, shuncha masofa ila kelajakni qayta ko'rib chiqish deb silkaga o'tsak, bu yerda Toshkent shahridagi Respublika bolalar kutubxonasini Ludi arxitektorlari tomonidan ta'mirlanganligi, dizaynlari va undagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan. To'g'ridan-to'g'ri Google ga o'tib ma'lumotlarni ko'rib chiqasiz. Qolganlari ham xuddi shunday. Kutubxona ichidagi qulay zonalar, silkaga kirsak, mana bu yerdagi ma'lumotlarga o'tishimiz mumkin. Xo'p, ish vaqti. Kutubxonaning ish vaqti soat 10 dan 9 gacha bo'lib, har kuni ishlaydi kutubxonamiz. Kutubxona haqida o'tsak, kutubxona haqida, Respublika bolalar kutubxonasi haqidagi ma'lumot, qisqacha ma'lumot berib o'tiladi va bitta yoki ikkita yoki undan-da ko'p rasm kiritishimiz mumkin. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi, ya'ni bu jamg'arma Respublika bolalar kutubxonasining rekonstruksiyasi, qayta ishlashga tushirilishi, yangidan dasturlash ishlariga tashabbuskorlik ko'rsatadi va unga yordam beradi. Bu haqidagi ma'lumotlar berilgan va buni jamg'armaning nomi va emblemasi. Mahorat darslari. Respublika bolalar kutubxonasida ayrim sanalarda yoki har kuni yoki maxsus kunlarda mahorat darslari o'tiladi. Ular har xil mavzu bo'yicha, misol tariqasida men Jajji kitob kichkintoylar uchun erkin ijod ustaxonasi mavzusi orqali darsda kiritib o'tdim. Bu yerga, ya'ni nimalar kerakligi, ota-onalar nimalarni bolalaridan berib yuborishi, nimalardan foydalanishi, nimalarni rasm chizib, ya'ni qanday narsalarni ishlatilishi haqida ma'lumot berib o'tiladi. Manzil. Bu bolalar kutubxonasining manzili, bu rasmi, bu Toshkent shahar Yahyo G'ulomov ko'chasi 47-uy. Bu manzilni Google ga yozsangiz ham manzilning lokatsiyasi va anaqasi kelib chiqadi. Murojaatlar uchun telefon raqam berilgan. Mana bu yerda ommaviy ofertaga o'tib murojaat qilishingiz mumkin. Telefon orqali. Mana bu yerda Googledan yoki o'zingizda shaxsiy akkauntingizdan Instagram akkaunti orqali Instagramdan murojaat qilishingiz mumkin va bu elektron pochtangiz orqali onlayn murojaat qilishingiz mumkin. Respublika bolalar kutubxonasi saytiga xush kelibsiz degan bu bosh sahifa hisoblanadi. Bu yerda foydalanuvchilar, kitobxonlar o'z fikrlarini bildirib, ya'ni qanday narsalar, kamchiliklari va ustuvorliklari haqida ma'lumot berishi mumkin, o'z fikrini bildirishi mumkin. Mana bu yerda berilgan silka orqali buni kopyolot qilib, xohlagan Google ga yoki Yandexga shunday kopyolot qilib o'tkazsak, to'g'ridan-to'g'ri o'sha sahifaga kirishimiz mumkin. Endi WordPress orqali kutubxona saytini yaratganda nimalar qilganligimizni ko'rib chiqamiz. Sahifalarni qanday qo'shish, o'chirish, rasmlarni qanday qo'yish. Buning uchun sahifalar joyiga o'tib, mana bu yerda berilgan barcha sahifalar. Biz sahifa qo'shmoqchi bo'lsak, mana sahifani qo'shish joyini bosib,
bu yerdan sahifa qo'yilamiz, ya'ni add title deb ko'rsatilgan. Bu yerga berilgan ma'lumotlar mavzu nomini kiritishimiz mumkin. Masalan, Respublika bolalar kutubxonasi rasmiy o'zining sahifasiga o'tamiz. Bu yerdan masalan kutubxona haqida ma'lumotlar kirgizmoqchi bo'lsak, buni olib title joyiga kirgizamiz. Ya'ni bu mavzu nomi, sahifa nomi. Berilgan matn qismini ham olib mana bu yerga o'tkazishimiz mumkin va bu yerdan xohlagan rasm, sarlavha, ro'yxatlarni o'tkazishimiz, ya'ni ko'rsatishimiz mumkin. Hozir bitta rasm qo'yib ko'ramiz probaga. Tasvirlar joyiga o'tib, masalan, bu rasmni olmoqchi bo'lsak yoki mana bunisini olmoqchi bo'lsak, copy-paste kartinka qilib bu yerga o'tkazamiz. Rasmni bosib copy-paste qilamiz. Buni xohlaganimizcha katta kichik o'lchamni o'lchab olishimiz mumkin. Shunday sahifalarni o'zimiz xohlaganday to'ldirib, hashtag, lokatsiya, linklarni qo'yishimiz mumkin. Bemalol jadval, tablitsa nimalar yaratishimiz, hamma narsani qo'yishimiz mumkin. Buning uchun mana bu playlistda ko'rsak, mana hamma narsasi keltirilgan. Xo'p, nashr qilishda bosib, publishda bosib, ya'ni sahifa saytdagi sahifalar ro'yxatiga o'tadi, ya'ni chop etiladi. Buni ko'rishimiz uchun sahifani ko'rishda bo'lsak, mana bu biz kiritgan kutubxona haqidagi ma'lumotlar va rasm, ya'ni ushbu sahifa kiritildi. Mana boya ham kiritib o'tganimizdek, hozir endi 3 ta bo'lib qoldi. Biz kiritgan sahifa. Shunday qilib qolgan ma'lumotlarni ham mana shunday kiritishimiz mumkin. Bu yerda xohlaganimizcha tahrirlab, o'chirib yoki tezroq tahrirlashimiz mumkin. Mana bu yerda sana, o'lchov, rasmlarini kirgizib bemalol. Endi mening uyimga o'tib, mana bu yerda bolalar kutubxonasi va silka wordpress.com deb berilgan silkaga o'tib, sozlamalarga o'tamiz va bu yerda kutubxona nomi teglik kiritamiz, ya'ni kutubxonaga qanday qidirib topmoqchi bo'lsak, mana bu yerda sayt belgisini o'zgartirishimiz mumkin bemalol xohlagan belgiga. Bu yerdagi ayrim narsalarni to'ldirib, tillarni belgilashimiz mumkin. Mana bu yerda maxsus manzil xaritadan yoki Googledan olishimiz mumkin. Ya'ni bunga qaysi manzilni, kutubxonaning manzilini yoki biz yaratgan saytning manzilini, WordPress manzilini kiritishimiz mumkin. Eng oxirida o'zgarishlarni saqlashni bosamiz. Shunday qilib biz kutubxonani bajariladigan joylarini bajarib o'tdik. Mana bu yerda 7 ta etapning bittasi bajarilmagan sababi domenga egalik qilish, ya'ni saytni yaratish, ya'ni mukammalroq sayt yaratish uchun deyilgan. Bepul saytda ishlab bo'lganim uchun mukammal saytdan foydalana olmayman, chunki bularning hammasi pulli. Va mana shunday kutubxona yaratiladi. Bu shu Respublika bolalar kutubxonasining sayti hisoblanadi. WordPress.com orqali yaratilgan.